To'yga ham shu formadami? To'g'ancha keladi. 1 soatdan keyin. Assalom. Alaykum assalom. Baqa 23 bu. Atanali adashmalar. Avtobusda boriladimi bu xonaga? Qalay yo'ldan aka? Negatif. Negatif. Yeah, how are you? Siz hamma yo'ldasiz. Capitano. Ravshan aka, O'zbekiston 23 terma jamoasi yig'inga kirishyapti. Yana bir marta mana shu yosh toifani qabul qilib olyapsiz. Tayyorgarliklar, oldindagi rejalar va Fransiyaga qarshi o'yin haqida. Men FIFA kunidan foydalanib, hozir biz U23 juda katta yig'in tashkil qildik. Bu yerda nafaqat 2003-2004 yil bolalar Olimpiyaga nomzod bo'lgan jamoamizda ham yig'ilgan va mana bu kattaroq yoshdagi terma jamoamiz asosiy deymiz, asosiy U23 terma jamoamiz Fransiya bilan o'yinga tayyorgarlik jarayonini hozir o'tkazyapti. Hammamiz sekin-sekin yig'ilyapmiz. 30-dan Olimpiya terma jamoasiga nomzod bo'lgan yoshroq jamoamiz ular ham yig'inga kirishadi va ular Rossiya jamoasi bilan ikkita Farg'onada o'rtoqlik o'yinlarini tashkil qilinadi. Shu orqali bu 4 ta yosh toifadagi futbolchilarni birlashtirish, jamoa shakllantirish jarayoni ketyapti. O'ylaymanki, bu o'yinlar Fransiya bilan bo'ladigan o'yin ham, undan keyingi bo'ladigan o'yinlarimiz Rossiya bilan o'yin, hamma yigitlar o'zlarini mana shu yaxshi sifatlarini ko'rsatib, shu U23 jamoasiga asosiy nomzod sifatida o'zini ko'rsatadi deb o'ylayman. Yig'inimiz yaxshi o'tyapti. Fransiyaga 1-iyun kuni jo'nab ketamiz. Fransuzlar bilan shu kunlarga yetkazganiga shukur, mana fransuzlar taklif qilib biz bilan o'ynash rejalarini kiritayotganidan xursandmiz. Yoshlarimiz o'zlarini o'z toifalarida ko'rsatgani albatta bu izsiz o'tmaydi. Shuning uchun shunday o'yinlar tashkil qilinyapti. Albatta assotsiatsiyamiz rahbariyatiga, xalqaro bo'limimizga rahmat deyish kerak. Shunday o'yinlarni bizga tayyorlab berishayotganiga. Asosiy maqsad shu jamoani hozir birinchi musobaqamiz saralash o'yinlari, U23 saralash o'yini ertaga qur'a tashlanadi. Raqiblarimizni bilib olamiz va qayerda bo'lishini bilib olamiz. Shu jarayondan, shu saralash o'yinlaridan o'tib va U23 final bosqich musobaqasiga chiqish asosiy maqsadimiz. Albatta bu musobaqa kerak bu yoshlarimizga. O'ylaymanki, birinchi qadamimiz mana shu sentyabr oyida bo'ladigan saralash o'yinlari. Uzoq maqsadlar albatta Olimpiya terma jamoamizni shu musobaqalar orqali, shunday xalqaro turnirlar orqali Olimpiya
jamoamizni ham shakllantirib borish shu orqali. Bu terma jamoani boshqalardan farq qilgan sababli ularning shakllanishi qay darajada ketmoqda? Bu terma jamoani shakllantirish, U20 terma jamoamiz afsuski jahon chempionatiga chiqmagandan keyin bitta musobaqada kam bo'lib qoldi. Albatta bularni aksariyati U20 jahon chempionatida qatnashishni xohlardik. Bu yil shu nasib qilmagan ekan, Koreyaga penaltidan yutqazib, mana jahon chempionatida qolib ketdik. Lekin nasib endi shuning uchun bu yoshdagi futbolchilarni musobaqasi yo'q ekan deb tashlab qo'yish yo'q. Bu yoshdagi olimpiya yoshidagi futbolchilar bazaviy shakl sifatida mobyuz jamoamiz bor. Shu yoshlar uchun shu o'yin amaliyotlari Pro Ligada hozir oldimizda o'ta ham maqsadlarimiz bor. Super Ligaga chiqish va shu yoshdagi futbolchilarni boshqa jamoalarda o'ynayotganlarni nazorat qilish va ularga xalqaro tajriba berish uchun mana shunaqa yig'inlar va shunaqa turnirlarda qatnashtirib borish. Avvalambor assalomu alaykum. Juda yaxshi bo'ldi bu o'yin bo'lganligi. Yana yig'ildi, o'sha eski bolalardan bor, yangilar ham qo'shilgan. Yig'inlar yaxshi kelib turibdi. Xudo xolasa borib chiroyli ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Yangi futbolchilar ko'p terma jamoada, aynan shu bois o'zaro bog'liqlikda bir-birini tushunishda qanday kechmoqda mana shu jarayon hozir? Yangi futbolchilar ko'p, lekin ko'pchiliklari bilan yoshlikdan birga o'ynaganmiz. Hammasi bilan tanishmiz, bilamiz, qo'lidan nima keladi, boshqa bu darajada muammo bo'lmaydi. Faoliyatingiz o'sha Argentina, Uruguay kabi terma jamoalarga qarshi o'ynagansiz va gol ham urgansiz. Fransiya bilan o'yinda ham maydonga o'zingizga qanday mana shunday motivatsiya bilan maydonga tushasizmi? Xudo xolasa gol shunchamiz, g'alaba shunchamiz birinchi o'rinda. Biz o'ynaganmiz Argentina boshqalar bilan, bizga juda katta mashq bo'lgan bu. O'zimizga uverimiz oshganancha xudo xolasa yaxshi niyatda boramiz Fransiyaga. Sherry.